Assalomu alaykum aziz do'stlar. Depal S07 Doris'ning max pozitsiyani multimediya blokka перезагрузка qilish birgalikda o'rganamiz. Ishlamay qolsa, qotib qolsa, o'shani перезагрузка qilish o'rganamiz. Nima kerak bo'ladi? Ikkita knopkani bosib turib, joystickka chap tomonga 10 sekund taxminan ushlab turish kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Перезагрузка bo'ldi. Bir 15-20 sekundda yonadi monitori. Bemalol ishlab ketadi. Kimga shunaqa life hacklar qiziq bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham qiziqroq videoni olishga harakat qilamiz. Hozir ko'rsatib o'ting. Hozir yonadi. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Hello，亲爱的，我是申婉，一个集可爱与才华于一身的小伙伴。 Mana monitorimiz ham yondi. Bu Doris'ning pozitsiya.